Assalomu alaykum. Aviapark loyihasidan o'zlariga uy sotib olgan aziz mijozlarimiz mana shu yerda yig'ilishyapti va va'da qilingan yutuqli o'yinimiz aynan bir necha daqiqalardan so'ng start oladi. Shunday ekan biz barchangizga omad tilab qolish istagidamiz. Shunday ekan bugungi davramiz davomida nafaqat o'yinlar, balki sizlar uchun ajoyib taronalar, chiroyli chiqishlar ham taqdim etiladi. Shunday ekan davramiz davomida barchangizga yaxshi kayfiyat, yoqimli ishtaha tilab qolamiz. Va'da qilingan yutuqli o'yinlarimizga bir necha daqiqa qolar ekan, shu o'rinda mijozlarimiz hali barchaligi kelib ulgurishmadi, biroz kutyapmiz. Ungacha sizlarga biz yoqimli ishtaha tilab qolsak-da, mazza qilib bugungi davramiz davomida hordiq chiqarasiz, qolaversa mehmonimiz bo'lasiz. Shunday ekan azizlar, barchangizga omad tilab qolamiz va kutilgan yutuqli o'yin va yutuqlarimiz guvohi bo'lganingizdek davramizni to'g'rida turibdi. Shunday ekan barchaga omad tilab qolamiz va kutilgan daqiqalar yaqin. Ushbu soniyalarda esa yana bir bora barchangizga yoqimli ishtaha tilab qolsak va bir necha daqiqalardan so'ng aynan yutuqli o'yinimizga, musiqiy chiqishlarimizga start beramiz. Shunday ekan, kayfiyatlar yaxshimi o'zi? Bitta mana shu stolda kayfiyati yaxshi ekan. Qani bir qarsanglar chalib o'zimizni kayfiyatimizni ko'taramiz, azizlar. Rahmat aytamiz. Menimcha hali kayfiyatlarcha zo'rmas. Bugun yakshanba, hali uyqu ham ochilmagan nazarimda. Hozir uyquni ham ochib olamiz. Bitta sovg'a menimcha yutib olgan mehmonimizdan, qolganlar ham ilhomlangan holda hozir yuqori pozitiv kayfiyat bilan bugungi davramizni davom ettiramiz. Shunday ekan azizlar, barchangizga omad yor bo'lsin. Ushbu daqiqalarda esa biz biroz vaqtni cho'zyapmiz, sababi qorninglarni to'qib olishinglarni kutyapmiz. Shunday ekan barchaga yoqimli ishtaha azizlar. Bir necha daqiqalardan so'ng o'yinimizni boshlaymiz. Azizlar, yana bir bora barchangizga xush kelibsiz deymiz. Bugungi davrada albatta barchangizni ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz, shodmiz va va'da qilingan yutuqli o'yinimiz bir necha daqiqalardan so'ng boshlanadi. Shunday ekan biz barchangizga omad tilab qolamiz va o'zingiz guvohi bo'layotganingizdek bugun barchasi shaffof tarzda o'tmoqda. Sababi mana Latatron eshikni tagida turibdi. Barchamizni o'zimiz Latatronga raqamlarni tashladik. Shunday ekan bir necha daqiqalardan so'ng biz sekin-astalik g'oliblarimizni aniqlashga o'tamiz. Undan oldin esa biz barchangizga yaxshi kayfiyat, yoqimli ishtaha tilab qolgan holda davramizni sizlarga bir yuqori kayfiyatni ulashish maqsadida estradamizning yorqin yulduzlari tomonidan musiqiy chiqishlarni taqdim etish istagida bo'lyapmiz. Shunday ekan azizlar, barchangizga yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Ayni daqiqalarda esa yutuqli o'yinimizni boshlashdan oldin bizda musiqiy tanaffus, shu sababli ayni soniyalarda sahnaga o'zbek estradasining yorqin yulduzlaridan bo'lgan bugungi kunda hit taronalar sohibi ajoyib iste'dodli xonanda Hoji Akbar Ro'zmetovni taklif etamiz. Marhamat. Avvalambor hammaga salom berib, hammaga sharafat tilaymiz. Facebookda omad tilab qolamiz. Hammaga sharafat tilaymiz. Marhamat. Musiqiy tabriklarimiz sizlar uchun. Günlerim ayım bulurken, derdimge şerik
albatta mana shunday chiroyli taronalar uchun Hoji Akbar O'zbekga o'z tashakkurlarimizni izhor etamiz va mana shunday musiqiy chiqishlar bilan bugungi davramizni davom ettirar ekanmiz. Barchangizga yana bir bor yaxshi kayfiyat, yoqimli ishlar tilab qolar ekanmiz. Shu o'rinda aynan bugungi bayram desak ham bo'ladi. Bugungi kecha sizlar uchun atalgan azizlar, sho'x taronalar ostida mazza qilib raqslarga ham tushishingiz mumkin. Kayfiyatni ko'taring, mazza qiling. Aynan yutuqli o'yinlarimizga bir necha daqiqa qolyapti va shu o'rinda bizda musiqiy chiqishlarimiz mana shunday o'zbek estradasining yorqin yulduzlari tomonidan chiroyli taronalar ketma-ketligi albatta davom etadi. Shunday ekan azizlar, yana bir bor barchangizga yaxshi kayfiyat, yuqori kayfiyat tilab qolgan holda davramizni davom ettiramiz va aynan ushbu davrada chiroyli raqslaringizga ham guvoh bo'lish istagida bo'lyapmiz. Va galdagi navbatdagi san'atkorimizni ushbu daqiqalarda biz sahnaga taklif etamiz. O'zbek estradasining yana bir yorqin yulduzlaridan, yosh bo'lishiga qaramasdan bir nechta hit taronalar sohibi bo'lgan ajoyib iste'dodli xonanda Jamshid Hurmatov ayni daqiqalarda sizlar uchun chiroyli taronalarni taqdim etadi. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Din Group qurilish kompaniyasiga ham akalarimizga ishlariga omad tilaymiz. Marhamat, qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Yomg'irlar yog'ar mayda-maydalar, bu tomchilar yuragimga eslatar seni qaytalab. İlk uchrashgan joyimiz esingdami sevgilim? Yomg'irda va'dalar berib ketayapsan buzib ahdimiz. Bu yurak seni izler hamon, telbalarcha sevdim ey yaram. Ne qilay aytgin ey canon, seni eslatar bu yomg'ir hamon. Bu yurak seni izler hamon, telbalarcha sevdim ey yaram. Ne qilay aytgin ey canon, seni eslatar bu yomg'ir hamon. Qancha yillar o'tsa ham sevmaganing rost ekan. Bu go'zal esdi dilginam, yoshim bir joyga borsa ham. Nega mendan voz kechib qoralar suygan bu yuragimni poralar. Yo'qmidi menga imkon choralar kuydirib oshiqlarin saralar. Bu yurak seni izler hamon, telbalarcha sevdim ey yaram. Ne qilay aytgin ey canon, seni eslatar bu yomg'ir hamon. Bu yurak seni izler hamon, telbalarcha sevdim ey yaram. Ne qilay aytgin ey canon, seni eslatar bu yomg'ir hamon. Qani davom etamiz.
hop hop Qiyla canım hop 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 Bu sevginin yollarida Sevdim senden çok 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 Oyna canım hop 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 Qiyla canım hop 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 Bu sevginin yollarida Sevdim senden çok 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 Osman bo'lmang ey canon Ko'nglim senda ey yaron Qoshlaringdir bir kamon Topdim seni ey canon Sevgim bir yon sen bir yon Har ko'rganda sirar jon Kel sevgingdan mast bo'lib O'ynay senla ey canon Oyna canım hop 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 Qiyla canım hop 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 Bu sevginin yollarida Sevdim senden çok 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 Rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Jamshid Himmatov jamoat janoblariga o'z tashakkurlarimizni izhor etamiz chiroyli taronalar uchun. Mana so'zimni boshidan hayajonli daqiqalar ekanligini guvohi bo'lyapmiz. Chunki biz sekin asta-sekin va'da qilingan yutuqli o'yinga o'tamiz. O'zi aslida hayajonli bo'lish kerak, lekin mehmonlarimiz juda ham bir xotirjam o'tirishibdi. Mayli, biz hammaga omad tilab qolamiz. Aynan mashinalardan tashqari aynan bu yerda 25 ta sovg'amiz bor. Yutuqli o'yinni boshlashdan oldin aytib o'tishimiz kerak. Har bir mehmonimizga bitta imkoniyat berilar ekan. Ya'ni hozir qandaydir sovg'a yutib olsangiz, demak, o'yindan chiqib ketaverasiz. Shunday ekan, rozi bo'lasizlar. Hammaga omad tilab qolamiz. Mana Latatronni endi davramizni to'g'riga olsak bo'ladi nazarimda. Aynan o'sha yerda bo'ladi, bitta qarsak chalsak ham bo'ladi o'yinni boshlashdan oldin. O'rtoqlar, kayfiyatni ko'taramiz. Mana o'sha kutilgan Latatron to'g'riga qo'yamiz. To'g'riga. Bekor qilingan, bron qilingan xonadonlar chiqarilgan va bugun o'yinda 144 ta mijozimiz ishtirok etyaptilar va biz barchaga omad tilab qolamiz. Hammasi haqqoniy va shaffof bo'ladi va nazarimda biz bugun chang yutkichdan boshlaymiz. 5 tadan har bir sovg'amiz. To'g'ri, chang yutkichdan boshlaymiz ayni soniyalarda va endi buni ichidan tanlash kerak. O'zim tanlamayman, hammasi shaffof va haqqoniy bo'lish kerak. Bu yerda mana ko'rib turibsiz, Zen Group jamoasining vakillari, sotuv bo'limining menejerlari bor. Ularning bosh qoshchiligida biz sovg'alarni o'z egalariga topshiramiz. Tayyormisizlar? Shunaqa ham bir o'lamsa tayyorgarchilik bo'ladimi, o'rtoqlar? Qani bir jo'shqinroq qarsanglar bilan boshlaylik. Rahmat, rahmat. Xo'p, buni endi kim tanlab bersa ekan? Davramizda boya bir jajjigina bir qizalog'imizni ko'rayotgan edim. Adashmasam, qayerdadir shu bolajonlarimiz bor. Bola hech qachon aldamaydi. Qolaversa bolaning qo'li yengil, barakali bo'ladi. Shunday ekan biz bolajonlarimiz bilan boshlaylik shu o'yinni. Mana bu yerda qizalog'imiz kelyaptilar. Demak, o'zlari boshlab bersalar, men yaxshilab aralashtiraman. Demak, e'tibor qilasiz, hozir chang yutkichdan boshlayapmiz. Ilk sovg'amiz. Bolam, bo'ying yetadimi? Ana.
Nima ekan ichida? Demak, yordam berib turasizlar yigitlar. Demak, raqamni o'qib eshitiraman. İlk g'olibimiz 142 raqam egasi. Qani ular? Rahmat bolam. Endi o'tirsang bo'ladi. Yana chaqiramiz. 142. Mana. Demak, ilk g'olibimiz. Qanilar? Demak, biz g'olibimizni kutyapmiz, lekin ular yo'q. Hozir biz egasini aniqlab olamiz. Aynan g'olibimizni shu yerda ekanligi ma'lum. Shunday ekan, biz ilk g'olibimiz, ya'ni va'da qilingan chang yutgich egasini ismlarini ham aytamiz. Yusupov Nuri. Demak, ularning o'zlari yo'q ekanlar. Meni ham familiyam Yusupov, faqat Boburman. Mayli endi. Nuri akamizga beriladi. Hammasi shaffof. Demak, davom etamiz biz g'oliblarimizni aniqlashda. Yana bitta bolajonlarimiz bu tomondan ham bitta qizalog'imiz chiqayotdi. Qani? Ke bolam. Hozir keyingisini bo'ldi, mayli. Sen ham kelib tur. Keyingisini sen tanlab berasan. Xo'p, bizni ikkinchi g'olibimiz chang yutgich egasi, ular ham 034 raqami. Normatov Timur. Marhamat. Va nihoyat biz g'olibimizni topdik. İkinci g'olibimiz chang yutgich egasi. Tabriklaymiz. Sovg'alarni taqdim etasiz va undan so'ng tashqariga chiqib aynan fotosessiya onlarini o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Har bir sovg'a olgan mehmonimiz sovg'ani olib, undan keyin foyega taklif qilamiz. U yerda esa fotosessiya onlari davom etadi. Demak, biz navbatdagi g'olibimizni hozir mana shu qizalog'imiz bilan birgalikda aniqlaymiz. Nol 96. Demak, 096 raqam egasi Qurbanov Ruslan. Demak, ularning do'stlari ularning nomidan qabul qilib oladilar. Shartnomaga qo'l qo'yib, u yerda foyeda tabriklaymiz chin yurakdan. Muborak bo'lsin sovg'a. To'xtab turing endi aka. Keyingi g'olibimizni o'zingiz aniqlab berib ketasiz. Bitta tanlab bering. Ana, keyingi g'olibimiz demak bizda keyingi chang yutgich egasi 001 raqam egasi. Kameraga ham ko'rsatib qo'yamiz. Demak, bizda jonli efirlarimiz davom etyapti. Barcha shaffof tarzda ko'rib turibdi. 001. O'rinboyev Muhammad. Assalomu alaykum aka, tabriklaymiz chin yurakdan. Sovg'ani olishdan oldin keyingi g'olibimizni aniqlab berib ketasiz. Undan so'ng sizni fotosessiyaga taklif etamiz. Mayli. 109. Bering. Endi sizni sovg'a bilan birgalikda foyega taklif etib qolamiz va bu yerda 109 raqam egasi ayni daqiqalarda taklif etiladi davramizga. Qurbanov Sohbet.
siz bo'lasiz. Tabriklaymiz aka, chin yurakdan muborak bo'lsin ushbu sovg'a. Demak, sizdan iltimos qilamiz, keyingi g'olibimizni o'zingiz aniqlab bersangiz. Marhamat. Rahmat aytamiz. Nol 56. Ha, endi o'zingiz uchun. Ana. Qoyil. Demak, chang yutgich ikkita bo'ldi aka. Uyingizda toza turadi endi. Bitta emas, ikkita chang yutgich. Ha, albatta keyingi g'olibni aniqlab berasiz. Xo'p. Yana bitta rasmga tushasiz-da chang yutgich bilan. Xo'p, bizda keyingi g'olibimiz. Demak, bizda chang yutgichlar tugadi. Keyingi sovg'a bizda qaysiga yetib keldik? Mikroto'lqinli pechga yetib kelibmiz. 025 raqam egasi ayni daqiqalarda navbatdagi g'olibimizga aylanmoqdalar. Shunday ekan biz tabriklaymiz Madina Bonu Baxtiyorjonovna. Marhamat. Yavkach va Madina Bonu, chin yurakdan tabriklaymiz. Ushbu daqiqalarda endi o'zingiz bitta g'olibimizni aniqlab berasiz. Marhamat. Rahmat aytamiz, sovg'a sizga va tashqarida fotosessiyaga kutib qolamiz sizni. 047. Demak, bizni navbatdagi g'olibimiz. Marhamat. Tog'ayeva Dilorom Haydarovna. Ana. Muborak bo'lsin sovg'alar. Endi yana bittasini tanlab berib keting aka. Assalomu alaykum. Ana qo'lingiz yengil ekan-da o'zi. Bu bizga. Ichida shokoladi yo'q. Rahmat aytamiz. Demak, sizlarni fotosessiyaga taklif etib qolamiz. Nol 41 raqam egasi. Mamatqulov Rahmonqul. Marhamat. Tabriklaymiz, chin yurakdan muborak bo'lsin deymiz sovg'alar va keyingi g'olibimizni aniqlab berib keting. Rahmat aytamiz. Nol 80. G'olibimiz shu yerda ekanlar. Sovg'alarni taqdim etasiz, tabriklaymiz. Bitta g'olibimizni aniqlab berib keting. Rahmat aytamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Fotosessiyaga kuzatib qolamiz akamizni. 141 raqam egasi. Normatov Alpomush akamiz. Tabriklaymiz. Sog' bo'ling. Tanlab berasiz. Rahmat aytamiz. Sog' bo'ling. Demak, bizda so'nggi mikroto'lqinli pech o'ynaldi. Nazarimda televizorga yetib keldik. Xo'p, ilk televizorimiz egasi bugun 111-raqam egasi. Marhamat. Tabriklaymiz. Sog' bo'ling, salomat yuring. Demak, ushbu televizor ayni daqiqalarda Aviapark loyihasi tomonidan sizga taqdim etiladi va g'olibimizni aniqlab berasiz. Marhamat. Tabriklaymiz chin yurakdan. Biz esa g'oliblarimizni aniqlashda davom etamiz. Navbatdagi
G'olibimiz 128-raqam egasi. Marhamat. Qani siz? Husniddinova Elvira Hassanovna. Marhamat, davramizga taklif etamiz ularni ayni soniyalarda. Demak, navbatdagi televizor sohibasi ayni daqiqalarda ko'rinish beryaptilar. Biz chin yurakdan ularni tabriklaymiz. Aynan ushbu televizor sizga muborak bo'lsin. Sertifikat o'zingizda qoladi. Navbatdagi g'olibimizni aniqlab berasiz. Yaxshilab aralashtirib. Rahmat, спасибо. Demak, продолжаем. Kim? 042 raqam egasi demak, navbatdagi televizorimizni sohibiga aylanmoqdalar. Aynan ushbu daqiqalarda ularning ismlarini e'lon qilamiz. Urmanova Nelia. Assalomu alaykum. Tabriklaymiz, chin yurakdan muborak bo'lsin. Bo'ldi. Demak, televizor sizga, bizga g'olibimizni aniqlab berasiz. Marhamat. Keyingi g'olibimiz 042. Sizga hali kattarog'i chiqadi, onam. Xo'p, demak, bizni g'olibamiz televizor sizga. Вот 042. Вот 42. Qali yana ikkita sertifikatlari bor ekan opamizni. 3 ta uy olgan ekanlar, yaxshi. Mashina ham chiqib qolsa ajab emas. Navbatdagi g'olibimiz ayni daqiqalarda 002 raqam egasi. Demak, biz ularni tabriklaymiz va hozir navbatdagi televizorni ularga taqdim etamiz. Piyazov Aqilbek. Jenizbek Piyazovning ukasi. Hozir o'ylab turdim, tanish ism deb. Siz ham ukalarimi? Jena. Вот. Ayollarim, tabriklaymiz chin yurakdan. Televizor muborak bo'lsin. Navbatdagi g'olibimizni aniqlab berasiz. Rahmat aytamiz. Sizni fotosessiyaga taklif etamiz. Aynan Aviapark loyihasida ko'plab estradamiz yulduzlari ham o'zlariga uylar xarid qilishgan. Qo'shni bo'lasizlar. 021 raqam egasi navbatdagi televizorimizni egasiga aylanmoqdalar. Va biz aynan ularni ushbu daqiqalarda davramizga taklif etamiz. Norbekov Sardorjon. Marhamat. Kelmagan ekanlar, demak televizorni ularga yetkazib qo'yamiz. Navbatdagi sovg'aga o'tyapmiz. Kir yuvish mashinasi bo'lsa kerak. To'g'rimi? Demak, endi bir safar o'zim aniqlab beraman. Shunaqa qilsak bo'ladimi? Bo'ladimi? Demak, navbatdagi sovg'a bizda kir yuvish mashinasi, uning egasi esa 140 raqam egasi. Normatov Alpomish. Ularning ikkita uylari bor ekan hozir. Demak, bu ikkinchi sovg'a ham ularga chiqyapti. Kir mashina. Demak, kir mashinamizni bittasi ketdi. Mana akamiz kelyaptilar. Alpomish aka sizmi? Yo'q ekan. Arashdingmi? Nima qilamiz? Kutamizmi, davom etamizmi? Bo'ldi, kelyapti ekanlar. 140 edi adashmasam raqam. Alpomish aka sizmi? Ana. Kir mashinaligan bo'ldingiz. Tabriklaymiz chin yurakdan. Muborak bo'lsin. Shu yangi uyga yangi jihozlar bilan to'ldirib ketasiz. Keyingi g'olibni aniqlab bering. Tabriklaymiz. Kir mashina muborak bo'lsin.
064 navbatdagi kir mashinaning egasi. Turg'unboyev Azizbek. Marhamat. Bizni navbatdagi g'olibimiz ayni daqiqalarda o'z sovg'asini qabul qilib oladi. Kelganmilar? Xo'p, o'rtoqlar, ayni daqiqalarda sertifikat ikkitadan berilgan ekan. Bittasi avtomobilga, bittasi sport zalga. E'tiborli bo'lamiz. Aynan avtomobilni rasmi bor sertifikat bilan kelasizlar. O'shandagi sertifikatga, raqamlarga qaraymiz. Ayni daqiqalarda esa ikkinchi sertifikatni olib keling, opa. Adashtirmaymiz o'rtoqlar. Ikkita sertifikat bor ekan. Demak, biz ushbu daqiqalarda sovg'ani egasiga topshirgan holda o'yinimizni davom ettirsak bo'ladi nazarimda. To'g'ri keldimi? Ha, mana 064 raqam. Demak, kir mashina sizlarga taqdim etiladi. Xo'p, tashqariga taklif qilamiz fotosessiyaga va opa to'xtab turing endi. Mayli, endi o'zimiz tanlaymiz, ha? Keling, siz tanlang bitta. Marhamat. Demak, 3-kir mashina 051 raqam egasiga nasib qilmoqda. Tabriklaymiz chin yurakdan. Demak, ularning ism familiyalarini ushbu daqiqalarda o'qib eshittiraman. Aynan navbatdagi kir mashina egasi Abatov Farhod akamiz. Akalari bo'lasiz, sertifikat bor. Tabriklaymiz. Kir mashina muborak bo'lsin. Navbatdagi g'olibimizni aniqlab berasiz. Bizda 4-kir mashina ayni daqiqalarda o'z egasini topyapti. Nechinchi raqam ekan aka? 101 raqam egasi ayni daqiqalarda navbatdagi kir mashinaga ega chiqmoqdalar. Demak, ayni daqiqalarda ularning ism familiyalarini o'qib eshittiraman. Muborak bo'lsin deymiz. Yakubova Jannara. Tabriklaymiz chin yurakdan. Muborak bo'lsin kir mashina. Navbatdagi g'olibimizni aniqlab berasiz. Marhamat. Bu sizga fotosessiyaga taklif etib qolamiz. So'nggi kir mashina ayni daqiqalarda o'z egasini topadi. 106-raqam egasi. Tabriklaymiz chin yurakdan g'olibimizni. Demak, davramizga taklif etsak, ular Kim Sergey. Bormilar? Kim Sergey. Taklif etamiz agar shu yerda bo'lsalar. Vot. Bitta qarsak ham chalib qo'yaylik o'rtoqlar, g'oliblarimizni tabriklab qo'yamiz. Rahmat. Xolodilnik muzlatkichga o'tdik va bizni navbatdagi g'olibimiz 013 raqam egasi. Mana Xabirxonova Kamola Sayfullayevni tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Muzlatkich. Keyingi g'olibimizni aniqlab berasiz. Xo'p. Keyingi g'olibimiz kim bo'ladilar? Sizni fotosessiyaga taklif etamiz. Rahmat aytamiz. 125-raqam egasi. Bizni navbatdagi g'olibimizga aylanmoqdalar. Demak, ular Fayziyeva Shahnoza. Marhamat. Tabriklaymiz, g'oliblik muborak bo'lsin. Chin yurakdan tabriklagan holda bizni navbatdagi g'olibimizni aniqlab berasiz.
Uchinchi muzlatgich bizda hozir o'z egasini topadi. Xo'p, 113-raqam egasi. Tabriklaymiz. Demak, ularni ismlarini o'qib eshittirsam, Nazarov Jeyxun. Marhamat. Muborak bo'lsin deymiz. G'oliblik. Navbatdagi g'olibimizni o'zingiz aniqlab berasiz. Ana, muborak bo'lsin aka, sog' bo'ling. Demak, bizda 4-muzlatgich hozir o'z egasini topyapti. 115-raqam egasi ayni daqiqalarda biz ularni taklif etamiz. Demak, ular bizda yana Jeyxun akam. Qanday bunday? Nechta uy olganlar? Aka, nechta uy oluvdingiz? 20 ta? Qoyil, bitta qarsak chap qo'yamiz o'rtoqlar. Xo'p, bizda so'nggi muzlatgichni egasini topib berasiz. Ha, oxirgi muzlatgichmidi? Ha, bo'ldi unda. Mashinaga yetib keldik, ha? Birinchi qaysi? To'xtang aka. Yo'q, mashinani kim tanlab beradi? Bular hozir qaysi bir mashinani o'ynayapmiz? Birinchi BYD Leopard mashinasi. Hazillashibman, bitta xolodilnikimiz bor ekan. Tanladingmi, yo'qmi? Tanlab bering aka, marhamat. Marhamat. Rahmat aytamiz. 079 raqam egasi ayni daqiqalarda bizni so'nggi muzlatgichimizni egasiga aylanmoqdalar. Katayev Yegor. Tabriklaymiz chin yurakdan. Fotosessiyaga borsangiz bo'ladi, xolodilnikni bolalarimiz o'zlari olib chiqib berishadi. Demak, bizda yuqorida aytganimizdek, mana shu raqamlarimiz ichidan eng omadlilari ikkita raqam egasi. Mana shu go'zal qizimiz Gulnozaxon bilan Shohrux aka, qani siz? Davramizga yaqinroq kelasiz. Aynan daqiqalarda aynan DN Group vakillari o'zlari shaxsan bugun avtomobil kaltini topshirishga harakat qilishadi. Shunday ekan, biz barchaga omad tilab qolamiz ushbu soniyalarda. Demak, bizni birinchi mashinamiz BYD Leopard mashinasi. Qarsak bo'lsin shu joyda, o'rtoqlar. Barchaga omad tilab qolamiz va aynan ushbu avtomobil egasi. Hayajonli daqiqalar. Aka, mana kameraga qarating, ko'rsating va menga ham ayting, e'lon qiling. Yo'q, 059 Abdumavlianova Gulnora. Qanilar? Ura! Tabriklaymiz. Hammasi shaf, albatta tabriklaymiz. Ha, mashina haydashni bilasizmi o'zi? Yo'q, naverno. Rostdan, albatta BYD yonib ketmang, to'xtang. Tabriklab qo'yamiz qarsanglar bilan. Qoyil, rasmga tushib qo'yamiz. Opamiz shokdalar. Mayli. Shunaqasi ham bo'lib turadi hayotda. Aynan bu sizlar uchun DN Groupning aviapark loyihasi. Mana shunday mijozlarimizga bo'lgan ehtirom, sizning xursandchiligingiz bizning xursandchiligimiz. Tabriklaymiz.
Mashina haydashni o'rganing tezroq. Endi keling. Bizda ayni soniyalarda BMW avtomashinasi o'z egasini topadi. Yanada hayajonli daqiqalar. Demak, opa tanlab bering. Bitta qarsak bo'lsin o'rtoqlar. BMW avtomobili ayni daqiqalarda o'z egasini topdi mana va biz e'lon qilamiz hozir. Demak, ushbu omadli mijozimiz kim ekanlar? Hayajonli daqiqalar albatta. Zalda jimlik. 130 raqam egasi. Tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Sertifikatingizni qo'lingizga olasiz. BMW kaliti ayni daqiqalarda Sardor akamizga topshirilmoqda. Oxirgi mijozimiz ekanlar, aynan ro'yxat bo'yicha tabriklaymiz. Muborak bo'lsin aka, sog' bo'ling, salomat yuring. Bitta rasmga olib qo'yasizlar endi. Mana shunday baxtli daqiqalarda omadli mijozlarimizga demak mana shunday sovg'alar taqdim etildi. Biz chin yurakdan tabriklab qolamiz. Barchaga omad tilab qolamiz. Bugun aviapark loyihasi tomonidan sovg'alarimiz berildi. Hech kim quruq qo'l bilan qaytmayapti. Shunday ekan azizlar, barchangizga yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Davramiz hali davom etadi. Ikkinchi tamomimiz ham ushbu daqiqalarda sizlarga taqdim etiladi. Barchangizga yoqimli ishtaha tilab qolamiz. Mana shunday omad sizlarni hech bir onda tark etmasin deymiz. Aynan bugun DN Group hamda aviapark loyihasidan sizlarga mana shunday sovg'alar taqdim etildi. Shunday ekan azizlar, barchangizga hayotingiz davomida hamisha mana shunday omad yor bo'lsin. Barchangizga yaxshi kayfiyat, yoqimli ishtaha tilab qolamiz azizlar. Şafladın malikim. Lekin ishoninglar. Olinglar. Men haqiqatan bunaqa deb o'ylamadim, lekin endi ishondim. Albatta yuzinglar hammaga omad, faqat omad. Sog' bo'linglar, uylardan olinglar. Bu holva biligi kelsin, biligi. Bova, nima edi yoki? Assalomu alaykum. Bova qanaqa mashina? Ay uch aka, ay uch. Kursamizni qachon xarid qildinglar? Hammani. Hali ham shans bor. Sunrise City loyihasi haqida eshitdinglarmi? Olamizmi? Xudo xolasa. Ay 5 olib ketasizlarmi? Tabriklayman, yaxshi kunlarga buyursa. Bo'ldi. Hammasini o'zingizlar mana translyatsiyada shuncha odam ham ko'rib turibdi. Ma'qulmi hammasi? Zo'r. Yaxshi kunlarga buyursa, kutamiz. Rahmat. Ishoninglar. Вот я не опасна. И войти Леопольд или Леопард? Леопард. Леопард 3. Клянусь вам. Я же сказала, что пицца бывает. Еще не 4. Вот. Ой, чекай, себе еще.
İnşallah.